Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz 2 xona kvartirada, birinchi etajda azlar, avtoshkolning yanında vodnikda joylashgan. Bu yanında yine upop azlar. Bu yerda yine ko'rib turganingiz yapti. Kalabay shu yerda yine marshrutlar o'tib turibdi. 4 marshruti azlar bu tarafimizga kelsangiz yine doğru Şavat kanalına çıkardı. Bir yine 4 marşrutu ötüp azlar. Hech narsadan muammosi yo'q. Gaz, su hamma gap turibdi. Yo'lni bo'yinda podofislik arzon narxda kvartiramiz sotib qo'yatimiz azlar. Zudlik bilan sotiladi. Ekranda sizlar uchun mulkiyasini mo'meni qo'yib beraman. Pramo o'zlari bilan gaplashib, savdolashib olaverasizlar. Liboy turdagi biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Dik yo'lni bo'yinda ish xonadonimiz bo'ladi azlar. Bu yerda shu yashil hududlar shu xonadonimizda deyishlagansizlar. Shularga qarashli yer azlar. Marşrut bor, bog'cha, maktab yaqin. Gaz, svet, suvlar ham bor azlar. Hammera o'ng'ayli, chotki mestolarning gazla gap turibdi. Shu xonadonimiz bo'ladi, uglovoy, konkat bir narsa, liboy bir biznes qilsangiz bo'ladi. Xalasangiz apteka, xalasangiz tikuvchilik sex, xalasangiz sattarashxonalar, salonlarni ochib bersangizlar ham bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar. Dokumenti tayyor, dokumentdan muammosi yo'q. 2 qavatli binoni birinchi qavatida narxi 330 million so'm. Garajdan yeri bor. Aynalar ham polni, akvaramlarni o'zgartirilgan, podyezddan ichki damir eshik, oyoqlariga krasyalangan, ishlariga turistga ishlagan 18-xonadon azlar. Bismillah deb giramiz. Xonamizda azlar kirgandan koridor joylari, bu yerda pixoshkalar bor. Kir mashina olinadi azlar, keyin o'zlarining kiyim-kechak posudalari anladı kamerajları kaladan ekanizlar. Yanımızda zaldan spalniya o'tiladi. Keyin bu tarafda verandasi bo'ladi azlar, bu yoqda oshxonasi, sanuzeli joylashgan. Eshiklari polni o'zgargan azlar. Bu yerda televizorlar ham qoladi, devorlar однотонный fonda azlar. Mana ishlar qo'ygan, eshiklarning ishlari. Bu yerimizga plastikdan chiqqan ariston bor, oyoqtiklari kafel, 100% hamma teplый pol bo'lgan. Bu tarafimiz oshxonamiz, yine Aşkanımızda yine azlar kir mashina alınadi. Kuxnya yo'llar, gaz plitalar bayana bularning qoladi. Farklı qilingan, aynalar plastik almanlar, registrlar bayana, azlar zamonaviy akfa registrlar, radiatorlar bayana. MDF ishlari ajoyibundan qo'ygan ekanlar azlar. Bu tarafimiz zal qismi bo'ladi. 3,560 kattalikda, bu yana bekli balkon, ya'ni veranda qismi bo'ladi. 2-3 razmerda tushgan. Hurmatli vatandoshlar. Yine 2-3 bir de katyolu koyulan duh kontrolü katyolları, stabilizatorları bor, aynaları plastik ramlarından azlar. Bir de 10 tarafımızda yine stilaj qilib qo'ydilar, menda ichida qo'yadigan mesta ekan. Azlar, hayotga gilamlar ham, televizorlar ham, polni kaladan hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimizda yine 270'e 560 kattalikda spalniya qismi, однотонный fon, bir de registrlari bor, aynalar plastik ramlarından azlar. Gaz ve suvları VIP muammosiz gap turibdi, hurmatli vatandoshlar. Bir zal qismidan keng tushgan 3,560 razmerda lyustralar osilgan azlar. Xonadonimizni orientini aytib o'tamiz. Yana bir bor, Urgan shahrimizda Vodnikda avtoshkol upopni yanında azlar 2 qavatli binoni birinchi qavatida azlar podofislik kvartiramiz yine sotuvga chiqdi. Narxi 330 million so'm. Garajdan yeri bor. Azroq qaytaradi, kelib ko'rib üstüne sodasini qilib olasizlar. Olib turib, xalasangiz magazin, xalasangiz salon, xalasangiz apteka, xalasangiz tikuvchilik sex, liboy bir biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Yo'lni bo'yinda. Eldinda ziloniy zona, ya'ni yashil hududlari o'zina deyishlagan. Hurmatli vatandoshlar, dokumentdan muammosi yo'q. Ajoyib местоположение azda. Qiziqqala telefon qilasizlar, ekranda sizlar uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.